Hello guys, welcome back to another video about improving listening. Demek dostlar, bugun listening skill'ni qalayincha asuru bo'yicha o'zimning ham texnikalarini yurib ketaman. Bu video kimlar uchun? Bu video birinchidan sertifikat tayyorlanib qolsamagan, biroq listening skill'ni asl bilganlar uchun ham sertifikat barsida tayyorlanib yurib, listening bali o'sib qatib qolgan o'quvchilar uchun, ya'ni milliy sertifikatda 35 so'rab oladigan bo'lsa, 35 dan misol uchun 10 dan 20 ming arasida qatib qolgan ballar sonrasida qatib qolganlar uchun bu eng qulay video menimcha. Demak, eng birinchi tip desamda bo'ladi, buni ne desam bo'ladi, buni siz odet qilib olishingizz kerak bo'lgan zat bu har kuni podkast yemasa qo'shiqlar tinglau. Bu sizlarning umuman listening skillingizga asl uchun juda yordam beradi. Bu yerda podkastlar eng qulay podkastlarni o'zim aytib o'tayin. Darajalarga bo'lib podkastlarni yozib qo'ygan A2 B1 levellar uchun listening podcast for beginners, B1 levellar uchun B1 listening podcast, B2 levellar uchun BBC listening podcast. Bularning bari YouTube'da bor. Albatta YouTube'dan izlasangiz oldingizdan so'nggi podkastlar subtitr bilan chiqib keladi. Albatta bu podkastlarni har kuni ko'rib borib, sizning listening darajangizning asrida juda ulkan jarayonlar beradi. O'rgangingiz xizmatdan inglizcha qo'shig'ini lyrics bilan tinglang, ham qo'shilib ayting. Albatta bu juda boshqa tiplarga qaraganda farq qiladi. Ya'ni bu listening tushuntiruvning o'zgacha usul desam deb bo'ladi. Qiziqlov ham foydali bo'ladi albatta. Men usul sertifikat tayyorlanib yurganlar uchun highly recommend qilaman. Eminemning qo'shiqlari, Eminemning raplari, aslida part 2 ham part 6 listeningda catching words uchun, ya'ni so'zlarni uslab qolish uchun juda ulkan jardam beradi. Mening o'zimda Eminemning raplaridan tayyorlanganman ham listeningim C1 deb aniq ayta olaman hozir. Demak, next tip podkastdagi har bir so'zni emas, umuman ma'nosini tushunishga harakat eting. Buni ne demoqchiman? Podkastlardagi har bir so'zning diodini bilish shart emas. Sizning darajangiz misol uchun B1 bo'lgan joyda umuman ma'nosini tushunuvning o'zi chetkirli. Juda umuman ma'nosini tushunuv orqali so'rov ham javob aniq qayerga ketayotganligini bilasiz. Demak, keyingi tipga o'taveramiz. Eng главный tip try to keep consistency. Consistency is very important. Consistency degan bu davomlilik. Listening bu shunday skill, u bugun istesang ertaga kuchayib qolmaydi. Bu skill aniq o'sish uchun juda ko'p vaqt talab etadi. Hattoki 1 oy, 1,5 oylab vaqt talab etishi mumkin, biroq ketgan vaqtingizga achinmaysiz. Shuning uchun davomlilikni saqlab tayyorlanuvni maslahat beraman, asosan sertifikatchilarga. Keyingi tip try to create weekly plan. Weekly plan degan bu haftalik plan. Haftalik o'zingizga plan yaratib oling, deyapman bilan. Misol uchun men qanday plan yarataman? Men boyagi darajamen, yaxshi C1 darajamen yig'laman. Monday practice from book. Bu book degan Monday sizning kanga hozir tayyorlanib yurgan multi level booklaringiz bo'lishi mumkin. So'zlarni practicelar with BBC. Budan keyin ikkinchi kun misol uchun practice from book plus music with lyrics. O'sha qalbda, o'sha tempda haftalik rejalarni tuzib ham kitobdan ham so'l qo'shimcha ravishga o'rganib boradigan bo'lsangiz, listeningiz albatta zo'r darajaga chiqadi. Demak, keyingi advice bu practice izlagandan keyin deeply analyze qiling. Deeply analyze bo'lmasa foydasi yo'q. Misol uchun listening styling bilan listening stylingning o'rtasida ulkan farq bor. Siz qaysi so'rovda qayerda aniq qatnashayotganingizni qachon bilsangiz, shundagina sizning listeningiz asqatlaydi. Deeply analyze bo'lmasa sizda o'sim bo'lmaydi. Tek qana bir practice'da javob qo'yishning o'zi bilan yetarli bo'lib qolmang, so'mashgan qolmang. Demak do'stlar, shunday bilan listening bo'yicha tiplar o'z jumlasiga yetdi. Albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. So keep practicing and go ahead.